3000 so'm desam ishonasizmi shu lifchik qizlar jo'li 3000 so'm optim joyda. Buni qo'yinglar, buni qo'yinglar. Yaqinroqdan keling. Men bilan 3000 so'm qizlar jo'li. Mendan yaxshi bilasizlar narxini. Hech pulni olgan bo'lsanglar yozib qoldinglar. Qizlar jo'li mana bunaqa gladkiy variantlar ham bor. Qizlar biz bularni optim joyidamiz. Ich kiyim deb aniq yozib qoling. Kurs deb yozib qoldira qoling. Maslagi bilan optim narsa zakaz qilishni o'rgataman. Qizlar jo'li mana bunaqa haboylar 1,5 ming so'mdan ekan. 1,5 mingdan. Bular zakaz qanday qilasiz? Biz sizga uyingizdan chiqmagan holatda shunaqa narsalarni optim zakaz qilishni o'rgatib qo'yishimiz mumkin. Pul tashlagani ham hech qayerga borib o'tirmaysiz. Pulni ham uyingizdan chiqmagan holatda pul tashlashni o'rgatamiz. Ya'ni uyingizgacha keladi. Ishonchli logistika ham bor qizlar jo'li. Har xil mahsulotlar bor. Mana shu qalin maykalar 2,5 mingdan qizlar jo'li. Bularning hammasini bizning Xitoy kursimizda o'rganib olishingiz mumkin. Kurs deb yozib qolding, shu joy kontaktini tekinga beramiz.